Assalomu yurtdoshlar, kanal kuzatuvchilari. Bugungi lokatsiyamiz Chalish yo'lda. Man servisi doğrusunda gaz suv sveti boy yerda 260 kvadrat bir etaj hovlajamiz tayyor holatda sotib olgan ekan. E'tibor beramiz, tayyor ko'chada bo'ladi. Eshigimiz oldida 20 damoz yurt turibdi. Berimiz yana ertalanki qo'yibdilar, polni 2 mashina sig'ib turadi. Eldarim novis bo'lg'ayna. Uyimiz yasalib turgan yer, ellardan reshotka yatib qo'yibdilar. Kanalizatsiyamiz eldan chiqqan. Gaz suv svetidan muammosi yo'q yurtdoshlar. Sroch sotib olgan ekan, birga aytib yurib do'nib chiqamiz. Aylanamiz akva bo'ladi. Bismillah. E'tibor beramiz yurtdoshlar, girganimizdan dalamiz ham zo'r tushgan, keng, balandlar tuzatilgan, ham pishgan aralashgan bo'ladi. Oyoq tilamiz yog'och pol. Bu yon tarafimizda yana girish qismi, berimizda ataplarimiz joylashgan, moniklarimiz. Chap qo'limizda xonalamiz tushgan yurtdoshlar. Sroch sotib olgan ekan yurtdoshlar, birga aytib yurib do'nib chiqamiz. Berimizda yana katta spalni. Ham meni remontdan chiqib turibdi. Ayrim bir sabablar yo'la sroch sotib olgan yurtdoshlar ulgurib qolamiz. Bahasam zo'r, 2 xonali kvartiram pulunda. Xudo xolasa videoning oxirida bahasini aytib o'tamiz. Yan tarafimizda yana bir spalnini, berimiz sakit chiroq bolalar uchun. Ataqminamiz beraman o'rnatilg'ayni. Profillar tashlab turibdi, bu yoqda mana gaz suv svetidan o'xshash muammo yurtdoshlar. Yan tarafimizda katta ulli zal tushgan mehmonxonamiz. Ham mer aboydan chiqib turibdi, ko'rib turganlaringizdek. Kvadrat ham 260. Lekin gelip ko'rsangizlar 260 kvadratga o'xshamaydi. Bog'larimizdan dum katta tushgan orqasida. Berimizda sanuzel. Berimizda yana dushovoy ekan. Vannasi. Berimizda kuxnya. E'tibor beramiz. Kuxnyamiz ham keng, aristollarimiz bor. Yurtdoshlar gazimizga e'tibor beringlar. Ko'radigan yurtdoshlarimiz uchun gazimizni ham yoqib qo'ydilar. Aylanamiz akva. Görsinlarda gaz suv svetidan o'xshash muammo yurtdoshlar. E'tibor beringlar. Berimizda yana bog'imiz. Bog'imiz katta tushgan. Bog'a qaranglar. O'xshim katta u o'shiradi. Ona gazna beljadan bak qo'ydilar. Tarafimizda yozgi tualetimiz ham bor. Yurtdoshlar shunda buni narxini keladigan bo'lsak, narxi 520 million. Sroch sotib olgan. Kim ma'qul olsa, zudlik bilan aloqa chiqinglar, ikkab ko'rsatamiz. Zalogini berasa, xudo xolasa, odamlar nasibasini qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.